Hozir Sherzod aka nafas yo'llarida любой muammo bo'lsa sizga uchrasak bo'lar ekanda, nafas qishishi, o'sha o'pkadagi muammolar, bronxial astmalargacha davolayotgansiz. Men hozir klinikangizda ko'rdim, bunaqangi fizlecheniyalar, ozonoterapiya, kislorod terapiyalaridan tashqari, mana bunga birinchi marta ko'zim tushdi. Bu o'pkaga qancha kislorod sig'imini o'lchab beradigan apparatmi shunda? Bu spirografiya apparatimiz. Bunda asosan Sanjar Abrorovich shogirdimiz shug'ullanadilar. Bular ham pulmonolog, allergolog, mutaxassis. Asosan, ya'ni bemorlarni o'pkaning tiriklik sig'imini o'lchaymiz, ya'ni kislorod qancha qabul qilish kerak, qancha chiqarish kerak va normada qancha bo'lish kerak, bo'yi, og'irligi va yoshini inobatga olgan holda bu bizda normal qancha bo'lish kerak va bu bemorda qancha nafas bo'lyapti, shuni aniqlaydi va shunga asoslanib biz kislorodni dozasini, ingalyatsiya vaqtini va dori-darmonlarni qancha muddatda qo'llash kerakligini har bir bemorga individual qo'llaymiz. Qanaqa kasalliklar bezovta qilsa, qachon kelsak bo'ladi oldingizga? Biz haftani 6 kunida dushanbadan shanbagacha tongi 8 dan 12 gacha va 17:00 dan 20:00 gacha jonli navbat asosida telefon qilib bemalol kelishlari mumkin. Faqat kelishdan oldin telefon qilib yozilsalar, har bir soatda 4 tadan bemor yoziladi, chunki bemorlarda noqulaylik bo'lmasligi kerak. Nafas siqishi, bo'g'ilish, hansirash, oq balg'am ko'chishi, burun bitishi, ko'z yoshlanishi kabi shikoyatlar mavjud bo'lgan bemorlarning barchasi, asosan bronxial astma kasalligidan aziyat chekuvchi bemorlarning barchasi bizga murojaat qilishlari mumkin.